so please don't go. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan men Leo. Bugungi videoda survival uchun kerakli modni obzor qilib ko'rsataman. Video boshlanmasdan oldin kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Sizlar uchun oson ish. Biz uchun kanal rivojlantirish uchun katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Qani bolalar, unda modni obzorini boshlaymiz. Mana shu qo'limda turgan narsa bilan biz hayvonlarga aylanamiz. Buni qo'lga kiyib o'tirib, keyin bossak, o'zimiz hayvon to'plagan bo'lsak, o'shalarga aylanamiz. Xuddi mana bu negr jitilga o'xshab. Do'stlaringiz bilan qishloqi va artefakt kabi videolar chiqarsangiz bo'ladi. Do'stingiz qishloqi rolini o'ynaydi. Sen hali ham kanalga obuna bo'lmading. Kanalga obuna bo'l, bo'lmasa uyingga boraman. Mana shu qurilma bilan biz moblarga aylanamiz. Men sizlarga buni 5 modi bilan ko'rsatib beraman. Mana bunday olasiz qo'lingizga va o'tirib siz to'plagan hayvonlarni ustiga bosasiz. Masalan, creeper. Creeperga aylanib creeperning qobiliyatini ishlatsangiz bo'ladi va portlatadi bu creeperning qobiliyati. Hammangiz bilasiz bu modni, creeper portlashini. Bu modni qayerdan topamiz desangiz, bu modni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Modni nomi esa Morph Gauntlet. Men negrman, qaspoq negrman. Do'stlaringiz bilan qishloqi rolini o'ynab videolar chiqarsangiz bo'ladi. Bu esa shu modni asbobi. Bunda esa siz hattoki Wardenga ham aylansangiz bo'ladi. Warden esa mana bu yerda. Siz Wardenning kuchini olsangiz, Wardenga aylanishingiz ham mumkin. Obunachilar, sizlarga shunday zo'r modlarni obzor qilib ko'rsatyapman. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu modda Wardenning kuchini ko'rdingiz. Hattoki Morph Gauntlet modida hayvonlarning kuchini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qonunda xayr deb qolaman, video tugadi.